Xalqimiz san'atkorlarni juda yaxshi ko'rishadi. Ularni ataylab to'ylariga taklif qilishadi vaqtiga qarab va san'atkorlarning ismi bilan farzandlarini, nabiralarini ismini atashadi. Shu ilgari eshitishimizcha yangi ko'rpa to'shaklarni ham, yangi sochiqlarni, yangi dasturxonlarni ham san'atkorlar kelsa avval san'atkorlarga to'shab boshlashar ekan xizmatni. O'sha nimalarga shunchalik e'tibor ekanki, san'atkorlarning oyog'ini tagiga payandozlar to'shashgan. Shunchalik xalqimiz yaxshi ko'rishadi san'atkorlarniki, yoshlarimiz hatto o'sha yaxshi ko'rgan san'atkorga taqlid ham qiladi, orqasidan ergashadi. Shuning uchun biz san'atkorlarga demak haqqimiz yo'q ekan haligi odobsizlik qilishga. Bizda faqat namuna bo'lishimiz shart ekan. Chunki yoshlar bizga ergashar ekan. Endi mana shu yerda men nima uchun bu gapni qo'zg'adim? San'atkorlar birinchi qatorda juda ham ko'p. Bularga aytib qo'yishim kerak o'z o'rnida. Hurmatli aziz san'atkorlar, bizlar hozir bitta xatolikka yo'l qo'yyapmiz, qo'shiqchilar. Demak, yigitlarning so'zi bilan qizlarning so'zi almashib qolyapti hozir. Yigitlar gapirish kerak bo'lgan so'zni qizlar gapiryapti. Qizlarga yarashadigan so'zni yigitlar aytayapti. Erta-indin bularning muxlislariga o'tadi, muxlislardan butun hammaga ketib qoladi. Shuning uchun men vaqtida to'xtatib qolishga harakat qilyapman va ogohlantirmoqchiman. Mana masalan, sevimli xonandamiz, mana boya eslatib o'tdik u qo'shiqlarni. Jasur Umirov. Voy voy voy. Qanaqa qizligingizni bilamiz. Voy 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 degan qo'shiqni aytdilar. Voy voy degan so'zni aka eslasangiz, biz yoshligimizda qiz bolalar aytardi do'gonasiga qarab, arazlab qolsa voy voy voy. Voy voy voy. Voy voy desa boyagi kulib yorardi-da, araz tarqardi. Qiz bolalar ishlatar edi. Hozir o'g'il bolalar mana Jasur Umirov voy voy urib hammamizni xit qildi, bu so'zni xit qildi. Jasur Umirov vay vay deyapti, orqasidan Hosila Rahimova chiqib bos, qamchi bos, ot choptir jigitga mos, ot minishni bilmasang, otni qiynama plos. Bos. Halol ayira olmasang, betingga tuflayman nos deyapti. Demoqchimanki, bos degan so'z erkak kishi aytish kerak edi, erkak kishiga yarashar edi. Hosila bos deyapti. Orqasidan alp qomatli Adham Soliyev chiqib, sevgi bo'lmay o'l deb qo'shiq aytyapti. Jasur aytadi, aka qaydan olaylik unaqa erkakcha gaplarni kimdan o'rganadi? Ustozlardan o'rganinglar. Davr chig'iriqlaridan, sinovlardan pishib o'tgan, xohlagan ustozlarning repertuarlariga murojaat qilinglar. Kimga masalan dedi? Masalan, o'zim yaxshi ko'rgan san'atkor ustozlardan masalan Kamoliddin akam Rahimovni bitta qo'shiqlarini eslab qoldim. O'zim yaxshi ko'rgan qo'shiqlardan bittasini shunday aytdim Jasurga. Masalan, eslaysizlar. Saralgay mushk ila anbangar ko'chamdan janon o'tganda ovozni qarang. Bu ovozni eshitgandan keyin erkak bo'lganimda xursand bo'lib ketaman aka, to'g'risi. Bundan keyin ham erkak bo'lgin kelaveradi. E'tibor beryapsiz, so'zni ma'nosini sekinroq aytaman, e'tibor beringlar ma'nosiga. Taralgay mushk ila anbar, ya'ni atir hidi ko'tariladi deyapti. Ko'chamdan jonon o'tganda deyapti. Ustoz ichkari uyda yonboshlab yotibdilar. Ko'chadan o'tayotgan janonni sezyaptilar. Mana o'zbek erkagining hissiyoti qanaqa? Kecha Jizzaxga bitta to'yga bordik, menga navbat berishdi. Men qiziqchilikni boshladim. Hofiz yigit, qo'shiqchi, xonanda yigit dam olishga o'tirdi. Butun sostavi bilan birgalikda bularni kuzatyapman, gapiryapman odamlarga, bularni kuzatyapman. Hofiz yigit, qo'shiqchi yigit o'tirib oldi. Ikki yonidan ikkita chiroyli qiz o'tirdi. Biri-biridan kelishgan, biri-biridan chiroyli qizlar. Boyagi yigitga qarab, Hofiz yigitga qarab kulyapti. Har zamon qulog'iga gapirib qo'yapti. Biqiniga turtyapti. Hofiz sovuqqonlarcha, befarqlarcha telefon o'ynab o'tiribdi. Vojgari!
Yana yoshlar ergashishi mumkin bo'lgan xonanda ukalarimizdan Shohruxxon ham aktyor, ham qo'shiqchi. So'zlarini qarang va eshitdinglar. Yumshoqqina qilib, mayingina qilib, bunchalar zo'rsan deyapti-da, orqasidan Munisa Rizayeva chiqib 1 2 3 jonimda qolmadi kuch, 1 2 3 jonimda qolmadi kuch deyapti. Nabarat bo'lish kerak edi meni fikrim. Menga qizlarimizni ijodi keyingi paytlarda juda yoqyapti. Keyingi paytlarda men Xulkar Abdullayevani hurmat qilaman. Birinchi qo'shig'i menga yoqib qolgan qo'shiq haligi "Tandiri bo'yim yetmaydi" degan qo'shig'i bor edi. Men aytdim, "Tandirga bo'yingiz yetmasa, singlim tangingizga g'isht terdiring" dedi. G'isht terdim dedi. 2-3 marta shu qizib turgan olovga tushib ketib qoldim dedi. Nima yapaman deb. Aytadi, "Men ham Hosila Rahmonovlarday bir to'lagina do'mboqqina qiz edim" dedi. 3 marta tushib ketib, mana shunaqa bo'ldim dedi. Men aytdim, "Juda havasim ketadi sizni qomatingizga. Men ham shunaqa bo'lish uchun 3 marta tushib ketsam bo'ladimi? Siz bir 30 marta tushib ketishingiz kerak" deydi. Yo'q, Xorazmning tandirini endi bilganlar biladi. Haqiqatan borib e'tibor berdim. Xulkar Abdullayeva mayli, Sardor Rahimxonni ham bu yetmaydi. Shunaqa bir baland. Uning ichida nonlari ham shunga yarasha. Nonni razmerini bilasizlarmi? Xorazmcha nonlarning razmerini qanday tushuntirsam ekan sizlarga? Mana 14 kishilik anavi nima bor-ku, haligi xontaxta, shuni skateri bor. Ana shunday non. Oldingi Yangi yil bayramida Og'abek ikkita jo'natib yuborganiga haligacha yeymizda. Yeganimizcha yeymiz, mehmonlar ketgandan keyin yig'ib taxmonga shuni olib qo'yamiz. Juda barakalik, juda bamazanonlar. Xulkarni men yoshlarga namuna bo'lsin deb aytayapman. Menga yoqqan tomoni hech kimni xayoliga kelmagan mavzularni o'ylab topyapti aka. Hech kimni xayoliga, men masalan sizlar o'ylavdinglarmi? Men o'ylamagan ekanman, shu yoshga kirib, taksikos bo'lgan ayollar haqida qo'shiq eshitaman deb o'ylamagan edim. Bir emas, ikkita aytdi. Birinchisini ko'pchilik sezmadi, men sezdim. Shundan ekranga chiqdi-da, dedi. Dedi yana. Xotinga aytdim, sho'rbodirni olib chiq dedim. Nima qilasiz dedi. Xulkarga olib boraman dedim. Bu qo'shig'ida dedi. Yo, qo'shiq emas, bir gap bor dedim. Aytganimda keyingisini ochiqchasiga aytdi. Ochiqchasiga ovqat haqida shunaqa chiroyli qo'shiq aytdi. Chaqqida chapilg'angina, taxtada terilg'angina, chapqida chapilg'angina, shaxtada terilg'angina, barmoqda bukilg'angina, barak yesin geldi. Barmoqda bukilg'angina, barak yesin geldi. Geldi, ine yana geldi, barak yesin geldi. İşene verin anacan, dımgına yesin geldi. Klipida ishtirok etdim aka, 35 xil ovqat yedim. Bilmayman qayerga yedim. 1 kilodan yegan bo'lsa 35 kilo ovqat yedi. Tarozi ham bor ekan. Bitta tortilada 35 kilo ovqat yedi. Men hisobladim. Taroziga tortila tortishdi voy. Qancha chiqdi desam 35 rovna deydi. Yo, men aytdim, bu 35 ovqat-ku. Ovqat bo'lsa Xulkar qani, Xulkar bo'lsa ovqat qani dedim. Men keyin bildim uni ovqat qayerga ketayotganligini. U texnikasi bor ekan. Hamma yegan ichganni ovozga ishlatadigan texnikasi bor ekan. Yanvarda oxirida mana shunday konsert berdi, keldim. Birinchi qatorda san'atkorlar qatorida bitta kichkina o'g'ilcham bilan o'tiribmiz, tomosha qilib, aka, bir mahal Qurbon o'lamni boshlab qolsa Xulkar. Qurbon o'lamni yaxshi bilasizlar, mana san'atkorlar yaxshi bilishadi. Manaman degan san'atkorlar qo'l urmaydi. U qo'shiq butun avjdan iborat, juda bir baland pardalarda aytish kerak. Eslaysizmi, aka? Men sana banda bo'lib, men sana banda bo'lib, hasta g'uloming bo'layim. Bu hali boshlanishi. Xulkar shu qo'shiqni boshlab o'rsa, u avjiga qarab chiqib boryapti, men kresloga qarab kirib ketyapman. U balandlagan sari ovozi ochilib ketyapti. Yana balandlab chiroyli bo'lib ketyapti. Ovozi balandlagan sari qomati kichrayib ketyapti.
balandlab titrayib balandlab eng avjiga chiqqan paytda Xulkar piq etib yo'qib qoldi. Meni ko'zimga shunday ko'rinyaptimi desam, shu paytda Anvar Sanayev Gulbergani chiqdi. Shunday keldi, hayron qoldim, qo'xtarib qoldim. 2-3 marta gulni bunday qilib ko'rdi. Bu tegmayapti. Taxminan bir joyga shunday gulni qo'ydi, qaytib ketdi. Xulkar keyin ovozini shuna pasatga qiluvdi, yana paydo bo'lib ko'rindi ko'zimizga. Boya Anvar Sanayev to'shni Xulkarga qo'yib ketgan, to'g'ri. O odamlar qarsak, to'polonni ko'rsanglar, ona xolla, ota xolla, rahmat, baraka top qizim. 2 soat ashlatding, rahmat. Bor endi davingni ola qol, rahmat, dedi. Xulkar ot kallasida ekan yuragi qo'rqmadi. Yo'q dedi. Zaljim bo'ldi. Zal Xulkar. Zalga qarab Xulkar pak dedi. Zal tushunmadim dedi. Pak dedi. Yo'y, hamma muxlis ekan bu qo'shiqqa, menmi desam, hamma endi jonlanib ketdi. Xulkarga qoyil qolganim shu bir o'zi butun zalni 1 minutda paqillatib tashadi. Endi hamma o'rnidan turib olgan, o'zi boshlab berdi. Bir qo'l bilan betga, bir qo'l bilan og'izga uryapti. Paqa. Xorazmni ajoyib. O'yini bu paqa zal paqa bo'lib ketdi. Hamma paqa biz men o'g'ilcha bilan eldan qolmaylik deb qo'ldan kelguncha biz ham paqillatib yotibmiz. Endi albatta shu o'stir yigitlar o'rtog'ini betiga uryapti bunaqa. Bir akamiz yonimizda o'rtog'ini ham avaylab xotinning og'ziga uryapti bunaqa. Bir kampir chorini bosh kiyimini olib qo'yib boshiga uryapti paqilib. Paqa. Yo'q, shunaqa qizida aka, bu paqa. Yomon rivojlangan ekan. Yomon zo'r bo'ldi deb tursam, zo'ri endi boshlandi. Xulkar Xorazmdan Toshkentga maxsus paqa-paqchilarni chaqirgan ekan. 6 ta bir xil boboy shunday chiqib keldi sahnaga. Endi Xulkar bu yoqda orqadan 6 ta boboy baravar paqillatib yotibdi. Aka, bular paqillatgan paytda men to'xtatdim. Uyaldim to'g'risi. Bular haqiqiy bilar ekan, bular texnikasini bilar ekan. Bularni paqillatishni oldida bizaki endi po'killayotgan ekan bunday qilgan. Uni ham bilib urish kerak. Bular urgan paytda aka og'zini yonidan olov chiqib ketyapti. Meni ko'zimga shunday ko'rinyaptimi desam, birinchi qatorda san'atkorlar orasida Abdulla Qurbonov o'tiribdi, yugurib borib sigaretini tutatib oldi. Yomon qizim shunaqa baqirib, qiyqirib bo'lib ketdi, olib paqillatayotganda labini tepa tarafidan paqapaqchi buvoni chiqqan olov mo'ylovini yoqib yubordi. Endi qizigandan qizidi, paqa bo'lib ketdi hamma joy. Endi konsert tugab chiqib ketyapmiz, o'g'ilcha o'rganib olibdi. Uni aytib ketayotganda. Faqat so'zlarini buzib aytayapti. U Xorazm degan so'zni eshitmagan ekan, avval aytmagan ekanman-da. Nima deydi? Xorazmni ajoyib qilig'i bor paqa deb qo'yadi. Xorazm emas, Xorazm deb tushuntirib berdim. Boraman Xorazmga deb turardi. Yosh bolaga ham Xorazm deymanmi? Boraman. Men aytdim, o'pat qish payti, men aytdim, "Ey, Xorazmni sovug'iga bilasanmi? Chidash uchun sen yo oq ayg'i bo'lishing kerak, yo Xorazmda tug'ilgan bo'lishing kerak, bolam. Chiday olmaysan sen hali. Bahorda olib boraman, nasibisi zo'r bo'ladi. Go'zal paytda olib boraman seni deb bir baloq ko'ndirib, shunday tashqariga chiqsak aka, Toshkent ham chista Xorazm bo'yotibdi-da. Shunaqa sovuq -5 gradus. Boya zalni ichida paqillatadiganlarni hammasini ob-havo tashqarida taqlab tashadi. Yupqa kiyingan sevishganlar bor ekan, ularni shaqillatib, taqillatib tashadi. Lekin meni qoyil qolganim, hech kimning kayfiyati buzilmayapti. Hammani kayfiyati bayramona. Men ana shu yerda yuragimdan sizlarga nisbatan bitta so'z o'tdi, shuni aytaman deb. Men aytdim, shunaqangi sovuqda ham, qanaqangi issiqda ham, qorda ham, yomg'irda ham, tumanda ham, do'lda ham doimo zallarimizni mana shunaqangi
to'latib o'tirgan va qo'shimcha seanslarga majbur qilib undagan siz aziz tomoshabinlar oldida biz umrimizni oxirigacha qarzdor va ta'zimdamiz. Rahmat. Azizlar, inson o'sha yaxshi ko'rgan odamiga hazil qiladi. Men hamisha san'atkor do'stlarimni nomini shunday kirgizib olishga harakat qilaman gapimning ichiga, hech bo'lmasa o'sha san'atiga hurmatim yoki o'ziga hurmatimni ramzi sifatida albatta tilga olishga harakat qilaman. Ularning nomlarini ham bir tomondan ularga ham reklama bo'lsin deyman, yordam bo'lsin deyman. Do'stiga odam hazil qiladi, boshqa qiladi. Demak, hozirgi bir qo'shiqchilar haqida qo'shiq deyiladi. Shuni bir eshitib baho berasizlar. San'atkor do'stlarimizga hazil. Marhamat. Qo'shiqchilar bir kun jam bo'ldi. Ozodbekdan Rayhonga qadar eng birinchi hosila keldi. Eng so'ngida Sarbon darbadar. Diskni taklif qilmadilar ham. Fonogrammani san'at bilmadilar ham. Jonli aytishdilar o'zaro. Kelib chiqdi oxir mojaro. Jahongir Otajonov men zo'rman derdi. Orol Mirzoman zo'rman derdi. Sardor deb ko'ksini ko'rdi. Alisher Fayz sirliman derdi. Xullas kalom eng kichik bo'lib, Xulkardan ham teng kichik bo'lib, kelib qoldi Dilshod Rahmon ham. Maqtandilar bo'lib olib jam. Jonli ijro bosh shior bo'ldi. Aytolmagan sharmisor bo'ldi. Shu payt mini disk kelib qoldi. Bojalar shart yoniga oldi. Bir kunda yulduzga aylandi va ayovsiz to'yga shaylandi. Hamma diskni yoniga tortdi. Ummon diskni ustiga yotdi. Fonogrammani qiymati ortdi. Qo'shiqchi ko'paydi, ko'ring bu holni. Shunday qilib disk talosh bo'ldi. Qo'shiqchiga til va bosh bo'ldi. Shoyat manzur sizga bu qissa. Eplolmaganlar haqida qissa. Kamsitmang hech cho'pni xasni ham. Mango Shahrizoda Firdavsni ham. Xasta ovoz avji pastni ham. Yetti emas, ming o'ylab birding. Disk bo'lmasa, ko'p qo'shiqchilar nolga teng. Fonogramma rosa asqotdi. Sozandalar boshqa ish topdi. Oddiy hazil shunday tushuning. Yumor qilib Zokir gap otdi. Yana Xandalak, mana xandalak.